Hammaga assalomu alaykum. Dehqonchilar bilan borgan ekanman. Hop, makkalar. O'zinglar ko'rdinglar, boshida nima qildi hozir. Ekilganda ahvoli chata yomon edi. Hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Hop, manaqa chiqmagan joylari bor edi. Birinchi ekilganda bilasizlar, suvni kech qo'ydim, lekin mana o'rniga ekdim. Hozir chiqib bir qarishdan o'tib qoldi. Lekin hali suv yetib kelmagan joylar. Ko'rishingiz mumkin, bu yoqda suv normal yetib kelgan, boshqa bo'lgan joylari salkam bir 1 metrga yetib qoldi. 1 metr olmasa ham bir 70-80 santimetr bor. Endi xudo xolasa shu 5-kungacha oyliklar tushib qolsa, shuga bir 5 qop dori sepaman, dori solaman. Karbamitni hozir karbamitning narxi kecha men so'rasam 250 ming dedi, 50 kiloligini. Hop, endi ko'ramiz. Men unaqa darajada karbamid solmasam ham nima solan selitra. Ko'rishingiz mumkin. O'sha qadar shu odamlar ko'rinib turgan joygacha. Bu yog'i teraklar tagigacha. Dehqonchilik. Har holda bugun o'tlardan traktor yurgizdirib, o'tlarni yo'qotdim, begona o'tlarni. Hop, bu yoqda mana lo'ya o'slar. Xabaringlar bor. Har kuni qachon shu dalaga kelsam, mana shu nima qilaman? Shu ilojim boricha videoga olib, boshqa qilib nima shu kanalga joylab boraman. Ko'rishingiz mumkin loviyalar. Hop. Mana shu yerdan o'rtacha joydan olsak, mana loviyalarning mevasi. Rosa mevalar o'zi. Esinglarda bo'lsa, o'nakda deb aytdim. O'nakda emas, bu undan ham ko'payib ketdi. Mana. Keyin bitta narsaga men nima qildim? Dehqonlardan so'radim. Shu loviyani hop, uzun ingichka bo'ladigan joy, anaqa ayrim navlari bor ekan. Hop, ular kam hosil bo'lar ekan. Xudoga shukr, mana bizniki unaqa emas. Birontasida nima yo'q. Nodalab ketgani yo'q, boshqasi yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Loviyalar. Hammasi chiroyli, akkuratniy. Lekin ayrim joylarda mana hozir ko'ryapman, bunaqa o'tlari bor. O'lganlari. Endi bilmayman, bularni suvsizlikmi yoki boshqa narsami. Lekin xudoga shukr, zo'r. Loviyalar zo'r, mevasi ko'p. Bemalol uzoqdan ham ko'rish mumkin. Mana loviyaning mevalarini ko'ryapsizlar. Hop, endi loviyaga mana yerlar ham vahsho qurib ketibdi, qurib yorilib ketganini ko'rishingiz mumkin. Endi bu loviya pishganda yana 1 marta yo 2 marta suv qo'yamiz. Xudo xolasa. Endi keyingi haftaga suv qo'yaman. Birato'la keyingi haftaga Makkaga ham dorini solib, hammasiga teng suv ochaman-da.
keyingi hafta shanba kuni obeddan keyin va yakshanba polniy mana shu yerda suv qo'yish bilan kunni o'tkazdiraman, xudo xohlasa.